Otamiz Alixon To'ra Sog'uvli bir-biriga ahamiyat jihatidan teng bo'lgan ikkita katta g'oyaga, dini islom g'oyasiga va Turkiston, Turan, Movaroun an-Nahr ona vatanimizga xizmat, hurmat, uni hurriyati g'oyasi bilan hayot maydonida ot surdilar. Buvamizning ismlari Shokir Xo'ja. Eshonlari, xo'jalarni Xudoyorxon zamonida sara puchakka ajratish ishi bo'lgan ekan. Shajaraga asoslanib turib. Keyin o'sha shajaralari, ya'ni hujjatlari sog'lom chiqqan hamma eshon xo'jaligi to'ra deb atash udum bo'lgan ekan. Islohotdan keyin buvamizning ismlari Shokirxon To'ra deb atala boshlaganlar. Shokirxon To'ra eshon ilmli odam bo'lganlar va o'zlari Naqshbandiya sufiylik tariqat yo'lida shayxlik darajasiga ko'tarilgan zot bo'lganlar. Hayotlarining ma'lum qismi Andijonda o'tgan, ko'pchilik qismi hozirgi To'qmoq yoki bo'lmasa Bolasog'un shahrida yashaganlar, oilani o'sha yerda qurganlar. Bizning otalarimiz ham o'sha oilada dunyoga keldilar. 3 o'g'il, 2 qizlari bo'lgan ekan buvamizning. Otamiz o'rta o'g'il. Naqshbandiya tariqatini hayot tarzini bilasiz. Hamma ham biladi yoki eshitgan. Qo'lingiz ishda bo'lsin, ko'nglingiz yaratganda, Allohda. Dast bekor, dil beyor. Shu prinsipda yashaganlar. Tirikchilik halol mehnat bilan. Bolalarini ham keng ilm olishlarini istaganlar buvamiz va hamma bolalarini birin-sirin o'sha paytda eng ilg'or diniy markazlari, o'sha payt emas, hozir ham ilg'or diniy markazlari hisoblangan Hijoz, ya'ni Janubiy Saudiya Arabistonidagi Makka, Madina shaharlariga yuborib, o'sha yerda shu shaharlardagi maktabda 3 yildan oshiqroq vaqt tahsil ko'rishadi va arabchani mukammal o'rganib va dastlabki diniy ilmlarni olgandan keyin bilimlarini kelib mamlakatlarida davom ettirishgan va shunday qilib 3 ta o'g'illi buvamiz o'z zamonasini bilimdon insonlari qilib yetishtirishga harakat qilganlar. O'zlari boshlab borganlar. Bolalari o'qishga ko'nikib ketguncha o'zlari o'sha yerda birga turganlar. Bu jahongashtalikning bitta tomoni shundan iboratki, dunyoni odam ko'radi. Dunyodagi bo'layotgan voqealardan mushohada qilib, uni tahlil qilgandan keyin odamning dunyo qarashi ham o'zgaradi va men o'ylaymanki, otamiz o'shandan keyin dunyodagi bo'layotgan o'zgarishlarni, boshqa mamlakatlarni ko'rgandan keyin g'arib bo'lgan, o'zlarini vatanlarini ozod bo'lishini xohlagan, shu hurriyat yo'lida xizmat qilishni orzu qilgan bir inson bo'lib yetishdilar. Nafaqat bizning padarimiz, balki amakimiz ham xuddi shunday, Olimxon To'ra shunday bo'lib yetishdilar. Undan keyin eng kichik amakimiz Abdusattorxon To'ra, mana u kishini qabrlari Turkiyada, Saudiya Arabistonidan o'sha mahalda o'qilayotganda Birinchi jahon urushi asnosida O'zbekiston, O'rta Osiyolik yoshlar Osmonli armiyasiga askar bo'lib kirishgan ekan. O'shalar qatori mening amakim ham kirishib, Osmonli tuprog'ini himoyasiga o'z hissasini qo'shib, Misrda urushib, Falastinda urushib, oxiri og'ir yarador bo'lib, harbiy xizmatdan ozod etilgan ekanlar va keyin albatta Turkiyada, Adana shahrida hayot yashab, o'shda vafot etdilar. 4 ayollari bo'lgan otamiz marhumma, lekin ayni zamanda 4 ta emas. Birinchi onamiz vafot etganlardan keyin ikkinchi onamiz qiyin ahvolda bo'lib qolganlarida, uchinchi onamizga keyin
siyosiy shartlar taqozosi bilan 4-onamizga o'ylanib hammalaridan bir ikki farzand akalarimiz, opalarimiz tug'ilishgan. Endi shularni qanday tarbiyalaganlar? Birinchi navbatda shaxsiy namuna vositasida tarbiyaladilar. O'zlari xo'sh pok hayot kechirdilar. Naqshbandiy tariqatini prinsipiga ko'ra yashadilar. Dehqonchilik bilan yashadilar hamda tabiblik bilan. Chunki Buxoroda o'qiganlarida, Buxoroda 8 yil o'qiganlar, ayni zamanda madrasada o'qish bilan birga tabiblikka ham o'qiganlar. Ko'pincha albatta oila ichida otamiz ishtiroklarida qiziqarli ijtimoiy, siyosiy mavzularda suhbat bo'lardi. Haftada kamida bir marta, bo'lmasa undan ham ko'p. Endi bizning oilamizda Xudo payg'ambardan so'ng eng ko'p gapiriladigan, muhokama qilinadigan mavzu siyosat mavzusi edi. Men hatto aytardimki, choynondan keyin bizni uyimizda siyosatdan gapirilmasa, o'sha kuni u dasturxon atrofidagi o'tirish emas edi. Hammamiz tayyorlanib kelardik. Chunki otamiz shu dunyo voqealari bilan qattiq qiziqqanlarini bilib, kim qanday informatsiya, ma'lumot topsa, o'shani topib kelib otamiz suhbat boshlaganlarida navbatimizni kutib turardik. Birinchi savollari dunyo voqealari qanday ketmoqda? Mana shunday. Shundan keyin shu savolni o'rtaga tashlab qo'yardilar, lekin o'zlari akalarim yoki hatto men olib kelgan ma'lumotlarda yoqqan tomonlari bo'lsa, undan nashalanardilar, xursand bo'ladilar. Ko'ngilga og'ir keladigan xabarlar bo'ladigan bo'lsa, unga achinar edilar. Men hanuzgacha eslayman. Mana o'sha paytda yoshimiz necha, 12 mi, 13 yoshda ekan. Biz Indoneziya hukumatining Sumatra degan orolimi uzoq paytgacha Gollandiyani qo'lida turgan ekan. Bir kuni Indoneziya hujum qilib Gollandiya o'shida turgan askarlarni tor-mor qilib o'zini yerini oldi. Olganni kelib men danamlarga aytdim. Danam shu xabarni eshitib ta'sirlanganlaridan yig'ladilar. Musulmonlar mana shu qilgan g'alabasiga xursandligida. O'zbekistonda bir mahallar tarixiy yodgorliklarni madrasa, masjidlar kerak emas degan niqob ostida buzish ishlari boshlangan edi. O'shanda otamiz mana shu qancha yoshda, 70 mi, 75 yoshlarda shunga chidolmadilar. Do'stlarini maslahatga chaqirdilar. Erkin Vohidov, tog'alari Sohiboyev, Karimboy akani chaqirtirib keldilar, o'tirdilar. Bu Xo'ja Ahror Vali masjidi buzildi. Buni nima qilamiz, qarab o'tiramizmi? Bir narsa qilish kerak bunga degandan keyin bular o'tirib Moskvadagi bosh sekretarga shunaqa bir O'zbekistonda shunday ishlar bo'lyapti, bu qat'iyan konstitutsiyaga ham xilof, qonunlarga ham xilof, dunyoda eshitgan dushmanlarga ham bu ro'kach bo'ladi degan ma'noda xat yozildi. Xat yozilgandan keyin u xatga Moskvadan bu yoqqa O'zbekistonga hukumatiga bir anaqa keldi. Nima qilyapsizlar sizlar u yerda unday bunday deb. Xullas karam bu yerda bir javoblar topishdi unga. Shaharni chiroyli qilish kerak edi. Bu eski joylar edi, bosib qolyapti. Lekin shundan keyin to'xtadi bu ish. Mana bu atrofdagi muhitga, o'zgarishlarga bo'layotgan faol, aktiv munosabatda bir namunasi deb hisoblayman. Biz bulardan o'rnak olardik albatta. insonlik haqqi huquqini hech qachon poymol qilishga ruxsat bermagan deb qiz ayollarga, kelinlarga
bergan nasihatlari qulog'imda. Milliy an'analarga sodiq bo'lish, milliy odatlarimizga rioya qilish, bu narsa bizning oilamizda o'z-o'zidan anglashilgan narsalar edi. Yangicha bir o'zgarishlar paydo bo'lsa, unga ham munosabatlari ijodiy edi. Men masalan 17 yoshimda bo'yniga chiroyli palto kiyib, boshimga shlyapa kiyganman 17 yoshda. Endi dadam rahmatli bunday qaradilar, yaxshi o'g'lim. Endi o'zi shlyapa kiygan odamlarda galstuk ham bo'lishi kerak edi. Deganda endi 17 yoshda unaqa o'sha galstuk taqishga men uyaluvdim. Ya'ni endi xud nima bu? Boshingda bunaqa shlyapa. Unda o'zbek bolasiga to'g'ri keladimi deb degan paytda otamiz bu narsani shunday ijobiy hal qilib qo'ya qolgan edilar. Sog'lom bo'lishimizga katta e'tibor berardilar. Ertalab turib uzundan uzun trenirovka qilardim. Quvvatli, baquvvatli yigit bo'ling deb. O'shanda meni shunday to'xtatib tushuntirish bergan edilar. Ibn Sino aytgan, mashinchalikgacha mashq qilish mumkin. Undan ortig'ida jismoniy harakat, sport zarar qilib qoladi deb tushuntirish bergan edilar. Ozodlik harakati zamonida meni 3 ta akam askarlikka yozilgan. 3 ta akam okoplarda dushmanlarga qarshi urushga kirishgan. Bo'lmasa otalari raisi jumhur, hozirgi til bilan aytganda prezident. Xo'sh, 3 akamiz okopda urushib yotibdilar. Xohlagan paytda dushmanning o'qiga uchib ketishi mumkin. Nima, Xudo yo'lida, xo'sh, vatan uchun kurashilayotganda qo'rqmasdan dushmanga boriladi, qarshi kurashiladi. Agar hayot qurbon qilishga to'g'ri kelib qolsa, vatan yo'lida qurbon qilinadi deb dadam ochiqdan ochiq farzandlariga aytgan. Farzandlari ham buni qabul qilib, meni 3 ta akam bu yo'lda otani g'oyalari yo'lida jonlarini fido qilib, jang maydonlarida jang qilishdi. Bittasi eng katta akam G'affarxon To'ra, polkovnik. Undan keyingisi ikkinchi akamiz Asalxon To'ra, mayor, uchinchisi Muhammadyor, kapitan. Endi boshqa akalarim mahallada kichkinaroqda armiyaga olishmadi. Ilm yo'lidan ketildi endi. O'sha ilm, olim bo'lishlarini, ilmli bo'lishlarini xohlardi farzandlarini. Dadamiz rahmatlining eng yaxshi ko'rgan bir shiorlari bor edi. Arab xalq maqolidan olingan. Himmatur rijal taqtaul jibal. Ya'ni erkaklarning himmati tog'larni talqon qiladi, dirdilar. Shu bilan tog'larni talqon qilamiz deb akalarimiz qiyin bir sharoitlarda ham o'qishni davom ettirdi. Oliy maktablarni bitirishdi. Professor bo'ldilar iqtisod sohasida. Ahmadyor akam juda katta ilmiy ishlar olib bordilar. Muhammadyor akamiz jang maydonidan keyin grajdanlik hayotiga o'tgandan keyin u kishi ham Toshkent tibbiyot instituti, hozirgi Tashmi, u yerda doktor bo'lib chiqdilar. Akramxon akamiz ham ko'pchilik qatorida O'zbekistonda yashovchi fuqaroning hayotini yashadilar. Keng miqyosda bir ijtimoiy faoliyat yuritish imkoniyati chegaralangan edi. Ya'ni o'sha sharoitlarda ham inson bolasiga, musulmon bolasiga munosib bir hayot yashab o'tishdi. Hayotlarining so'nggi 30 yillarda yonlarida bo'ldik. Ilm olib o'z zamonanglarning sohibi bo'lishinglar kerak edi. Mana bizga berilgan vazifa shu edi. Sohibi zamon bo'lish. Boshqacha yo'l bilan kurashib Sovet hukumatiga maydon o'qish mumkin emas. Uni miyanglardan chiqarib yuboringlar. Ilm o'qinglar, o'rganinglar, o'z
ona tilinglarni chuqur bilinglar, sohibi zamon bo'linglar. Mani hozirgi sizlarga qo'ygan vazifam shundan iborat degan edilar. Tadqiqotlar olib borib fan nomzodiga erishdik. Butunlay yangi zamonlar keldi. Xudoga ming qatla shukr. O'zbekistonimizga mustaqillik nasib etdi. Ana undan keyin men mustaqil, erkin tarixchi, tadqiqotchilik faoliyati bilan shug'ullandim. Shu mahalgacha bir qator maqolalar yozdik, ilmiy maqolalar va jumladan hayotimning ko'p qismini mana ko'rganingizda otamiz marhumdan qolgan tarixiy asarlarni o'zbek xalqiga, nafaqat o'zbek xalqiga, balki butun Turkiston, O'rta Osiyodagi xalqlarga yetkazishga bag'ishladim va qo'limizdan kelgancha bir qator ishlarni amalga oshirdik. Jumladan ko'ryapsiz, tarixi Muhammadiy tojicha, tarixi Muhammadiya degan qirg'izchasi bor, uyg'urchasi bor. Mana oxiri turkchasi ham bor. Turkchasini ham o'zimiz qildik. Va Xudoga ming qatla shukr, mana eng so'nggi mana 3 kun avval bizni quvontirgan voqea bo'ldi. Tarixi Muhammadiyning ruscha varianti bu O'zbekistonda Toshkentda bosilib chiqdi mana. Baribir Sovet davrini qiyinchiliklari, siyosatini, haqiqiy qiyofasini Sog'oniy oilasida yashagan odam bilgan bo'lsa kerak baribir. Albatta. Qonuniy yo'llar bilan islom himoyasi bilan shug'ullandilar otamiz. Chunki Sovetlar zamonida konstitutsiyada hamma dinlar erkin, xohlagan odam o'zini diniga rioya qilishi mumkin. Ateistlar bilan bir qatorda deb yozilgan bo'lishiga qaramasdan Sovet hukumati, kommunistik partiya barcha dinlarga tag tubi bilan qarshi edi va hatto u din xizmatchilarini bu dunyoda yashashini ham xohlamas edi. Qayerda xo'sh din xizmatchisi bo'lsa, ulamo bo'lsa, mulla bo'lsa, hammasi qamoqqa mahkum bo'lgan, ko'pi qamoqqa ham mahkum bo'lmasdan qurbon qilib yuborilgan. U faqat islom dinigagina emas, boshqa dinlarga, xristian diniga bo'lsin, buddo diniga bo'lsin, hammaga shunday muomala qilingan. Islom dinini Hijozda o'qib, Buxoroda o'qib, o'zini o'lkasida, Yettisuv o'lkasida islom dinini suyanchig'iga aylangan bir inson bu Sovet hukumatini makkarona shu siyosatiga hech qachon rozi bo'lgan emaslar. Unga qattiq qarshi legal yo'l bilan kurashishga harakat qildilar va natijada u va yo bu bahona bilan bir necha bor hibsga olindilar. Lekin og'ir bir jazoga tobe qilishga Sovet hukumati, o'sha paytdagi Sovet hukumati jur'at etmadi. Keyinchalik og'ir bir hukm bo'ldi. U hukmdan Xudoni o'zi asradi. Ya'ni otamiz mana Turkiston qayg'usida u sistemaga bo'lgan munosabatlarini ochiq, oydin gapirib, dalillar bilan xalqimizga yetkazganlar. Endi shu dalillarni tushunish, shunga qarab bir xulosaga borish uchun ham xalqning ongi, bilimi muayyan darajada yuqori bo'lishi kerak ekan. O'rta Osiyodan Rossiyaga qo'shib olinishini progressiv tomoni degan bir mavzu bo'lardi bizning zamonda. Bu ish populyar, ya'ni keng yoyg'in. Ilm sohasida bo'lsin, tarix sohasida bo'lsin. Ya'ni Rossiya kelgandan keyin O'rta Osiyoga progress olib keldi deb. Otamiz rahmatli Turkiston qayg'usida yozadilar.
bu kofir Avrupalılar, jumladan inglizlar qayerga borib bosib olsa, men u yerga eng yangi madaniyat, sivilizatsiya olib kelish uchun keldim degan bahona bilan keladi. Va kelib mamlakatingni butun boyligini tashib ketadi, yo'q qiladi, aholini safolatga, kambag'allikka duchor qiladi deb yozgandir. Xuddi shunga o'xshagan. Balki undan biroz farqlidir, lekin bu yerga Chor Rossiyasi men aytaman. Chor Rossiyasi O'rta Osiyoni olayotganda o'sha Aleksandr 2 mi, Aleksandr 3 tush ko'ribdimi O'rta Osiyoga bor, u yerda sivilizatsiya yarat, Yevropaliklar qatoriga qo'shish uchun olg'a deb butun rus armiyasini boshlab kelganman. Deyman, hammasini nafasi o'chadi. Unga bu yerni haqiqiy vatanparvar bolalari, vatan egalari bunga johil bo'lmasa yo'q degan javobni berish kerak va bunga qarshi bo'lish kerak deb bu haqda yozilgan. Oilamizda ko'p gapirilardi va bu bizga ta'sir qilardi. Kechalari tushimga kirib chiqardi. O'zbekiston mustaqil bo'lganda tushimda baxtiyor bo'lib uyg'onib ketardim. Qarasam yana o'sha ahvol. Lekin otamiz hech chiday olmasadilar vatanlarida, boshqalarning qo'lida vatanimiz begona yurt odamlarini oyog'i ostida qolganiga hech chiday olmasdan. Men mashina 73-yili mashina oldik. Ana shunda men shoferlikni birinchi o'rgangan sifatida olib yurdim. Otam rahmatli, men Toshkentdan o'tayotganda, ayniqsa hozirgi sirkni yonidan o'tayotganda, gavjum bo'lardi mashina. Voy. Qachon yurasan, qachon o'tib ketasan dedilar. Chorrahadan. Mana bosqinchilarni ko'rgani ko'zim yo'q, qaragim-ku yo'q deb mashina qilardi, ko'zlaridan yosh chiqib ketadi. Ey vatan, nima bo'ldi ahvolingda? Bu mana endi 70-80 yoshdagi insonni aziyati vatan yo'lida bizga ta'sir qilmay qolmasdi. Aytgan gaplari shu ediki, bu endi davlat uzoq davom etmaydi, tarqaladi, xarob bo'ladi, yo'q bo'ladi, lekin biz uni ko'ra olmasak kerak. O'sha kunlar yaqin, o'sha kunlarga tayyor bo'linglar. O'sha kun kelganda, ozodlik kuni kelganda hammanglar harakatga kirishinglar. Butun mana 5 ta jumhuriyat bo'lib qoldi, shular hammasi birlashsin, bitta davlat bo'lib, bir pasda mustaqil Turkiston davlatini qurib olish kerak deb ko'p aytardilar. Shu gaplar bizga hatto bir xayoliy fantastika kabi ham kelardi. Chunki Sovet ittifoqi dunyoda u mahalda katta mamlakat, ya'ni super mamlakat, super davlatida qanaqa qilib bunaqa bo'lar ekan derdik. Endi Allohning izni inoyati bilan hamma narsa bo'ladi derdilar. Mana endi o'shanaqa bo'lishini shohidi bo'ldik. Men o'sha 1991-yili Sovetlar ittifoqi 3 kun ichida to'kilib tushdi. O'shani minutigacha televizor qo'yib olib, minutigacha tomosha qilganman va o'zim ko'rib turib, o'zim ishonmasdim-da, bu nima bo'lyapti deb. Lekin masala shundan iborat ediki, biz yoshlikda shunday oilaviy muhitda katta bo'lib o'ylardikki, hamma ham bizga o'xshagan o'ylasa kerak. Qachon ozod bo'lamiz, qachon mustaqil bo'lamiz, qachon erkin bo'lamiz o'zimizga deb o'ylasa kerak, orzu qilsa kerak deb o'ylardim. Qarasam, unaqa odamlar juda kamdan kam ekan. Hamma o'sha ahvolga ko'nikib qolgan ekan, o'sha Sovet sharoitida. Ozgina oylik bersa ham oylik olib turardi. Bir kun emas, bir kun og'ir sharoitda ishlab turgan bo'lsa, tekinga joy, kvartira berardi va qator bir mashnaqa sotsial ijtimoiy jihatdan yordamlari mavjud edi. Yo'q emas. Lekin boshqa sohada sen hech qanaqa huquqing yo'q. Butun mamlakatingning boyligi qayerga ketyapti, oltini qayerga ketyapti, urani qayerga ketyapti. U qadar katta boylikka men ham kechirasiz odamlarga oylik berib, tekinga tibbiy xizmat ko'rsata olishim
mumkin edi. Endi odamlar o'shanga o'rganib qolgan ekan. Mustaqillik kelgandan keyin hamma o'zini tirikchiligiga o'zi harakat qilishiga to'g'ri keldi. Eski psixologiya uchun juda og'ir keldi bu narsa. Hammani esi teskari bo'lib ketdi. Lekin biz o'sha otamizni kitoblarida yozgan, o'zlar hayotini baxshida etgan g'oyalar shu kunda vatanimizda amalga oshganini joni dilimizdan 20 ta jonimiz bo'lsa 100 ta jonimiz bilan qo'llab-quvvatlaymiz. O'sha eski zamonni orzu qilib yurgan vatandoshlarimizga, millatdoshlarimizga u narsani boshdan fikridan chiqarib tashlab, belli Makka bo'ylab mustaqillik Xudoni bergan bu ne'matidan foydalanib, gul-gulistonga aylantirib vatanimizni hozirgi eng ilg'or g'oya yangi O'zbekiston degan bir katta mamlakatni bunyod qilishga harakat qilishimiz kerak. Turkiy xalqlarni o'zaro birdamligi, qardoshligi masalasi xalqaro darajaga chiqyapti. Turkiston qayg'usini bir ko'rinishi deb aytsak bo'ladimi shuni? Turkiston qayg'usidagi olg'a surilgan g'oyalardan birining ko'rinishi sifatida albatta qabul qilish mumkin. Otamiz marhum boya aytib o'tganimdek, shu davr kelganda, mustaqillik kelganda belli Makka bo'ylab hammaylar birlashib mustaqil bir Turkiston davlatini qurib olish kerak deb qayta etar edilar. O'shaning uchun hozirgi bu Turkiy jumhuriyatlarini, bu Turkiy davlatlarini bir-birlariga yaqinlashishi, men endi orzu qilardim, yaqinlashibgina qolmasdan birlashib ketishlarini ham orzu qilardim. Endi bu Xudoni bizni peshonamizga yozgan bir taqdiriga bog'liq. Shu yaqinlashishiga juda xursandman. Bu narsani yanada rivojlanishini xohlar edim. Bu rivojlanib borsa dunyoning eng kuchli bir millatlaridan biriga aylanishimiz muqarrardir. Chunki qo'limizdagi yer osti boyliklari, yer usti boyliklari juda ko'p. Aholi soni ham yaxshi rivojlanmoqda. Bu to'plam 100 millionga borib qoladi va bu ketishda agar hamma bir yoqadan bosh chiqarib shu yo'lda ketamiz deb harakat qiladigan bo'lsa, dunyo geopolitikasi, jahon politikasiga ta'sir o'tkazadigan bir katta davlat maydonga keladi deb orzu qilaman men. Nega bu bo'lmasin? Mana misol Xitoy 1980-yil kechiga, men uchun 1980 kechigi yil edi. Dumini sudrab yurgan, iqtisodiy jihatdan orqada qolgan, ahvoli juda qiyin bir holatda edi. Mana endi hozir bo'lsa iqtisodiy jihatdan rivojlangan davlat darajasiga ko'tarildi. Asrlar bo'yi ocharchilik ichida yashab kelgan xalq edi bu. Mana endi xalqini qorni to'yib dunyoda iqtisodiy jihatdan ancha o'ziga to'q, o'rta holdagi to'q davlatlar qatoriga qo'shildi, rivojlanib olg'a bosib. Nega biza mumkin emas? Qo'shnimiz shunaqa rivojlanibdi, biznikilar nega rivojlana olmaymiz? Rivojlanganda ham shunaqa rivojlanish namunasini ko'rsatishlari mumkinki, bu haqda tarix bizaga juda katta dalillar beradi. Harb sohasida bo'lsin, ilm sohasida bo'lsin, ma'naviyat sohasida bo'lsin, din sohasida bo'lsin, bizni ajdodlarimiz dunyoga o'rnak bo'ladigan darajada taraqqiyotga erishgan millat. Buni millatimiz unutish kerak emas va shu yo'lda ketish kerak. Va meni bitta orzuyim bor. Bu masalani xalqimizga, yoshlarga yetkazish ishi, targ'ib ishi kuchaytirilishi kerak. Odamlar sal jamiyatimizda ahvoldan mamnun bo'lib, beg'amlik bir havosi ham bor. Unaqa bo'lishi kerak emas. Kelajagimizni o'ylab, kelajakda o'sha dunyoda maydon o'qiydigan
bir davlat farzandlarimizga qoldirish ustida o'ylashimiz kerak deb o'ylayman. Turkiston qayg'usida jamiyatda buzuq maslaklar rivojlanishi uchun kambag'allik va ongsizlik bo'lishi shart degan. Buni ma'nosi nima? Endi bu hozirgi keltirgan ijtimoiy tajriba asosida vujudga kelingan gap. O'tirib o'zlari fikr yuritib, shundaqmikin deb yozilgan gap emas. Hayotda ko'rganlari. Kommunizm g'oyasini rivojlanishi uchun ikkita shart lozim ekan. Birinchisi ongsizlik. Buni siz tushunasiz. Hech nimani bilmaysiz. Hayotdan xabari yo'q. Kim boshlasa orqasidan uradi deb ketaveradi. Jumladan rus xalqi ham jaholat uchiga chiqqan bir jamiyat ichida yashagan xalq edi. Buni ham unutish kerak emas. Hozir hayotda shunday bo'lyaptiki, go'yo Chor Rossiyasida hamma narsa gul-guliston bo'lgan, bu yoqdagilar orqada qolib ketib, keyin qo'lga tushgan deydi. Bunaqa emas. Chor Rossiyasida ham o'sha Lenin boshchiligidagi bolsheviklarni to'ntarishi rus xalqini yoki Rossiyadagi xalqlarni jaholatidan kelib chiqadi. Endi faqat jaholat emas, kambag'allik. Endi birovi shu yo'lni yomonligini bilsa ham, iqtisodiy ahvoli qiyin bo'lgandan keyin bu yerda bu g'oyani maydonga olib chiqqan odamlarning gapi shu: bu dunyoda jannat qilamiz. Zavod, fabrika ishchilarniki, yerlar dehqonga berilishi kerak degan g'oyani o'rtaga tashab, maslakka o'rtaga tashab, odamlarni shunga ishontirdi. Endi kim ishonadi bunga? Iqtisodiy ahvoli qiyinlashib qolgan aholi ishonadi. Shu yer beraman deyapti, fabrika beraman, ish beraman deyapti. Shularni yo'lidan ketayin deb boshqa ongi ancha o'sgan bo'lsa ham shu yo'l bilan ketadi. O'shaning uchun bunda olib qarasangiz, kommunistik g'oyalar g'alaba qozongan mamlakatlarning hammasi kambag'al va jaholat hukm surgan davlatlar. U yoki bu tarzda shu kommunizm g'oyasiga asoslangan davlatlar qurilib qolgan narsa, u chetdan kuch bilan bo'lgan, zo'ravonlik bilan o'rnatilgan sistema bo'ldi. Keyin ular tarqalib ketdi. Mana masalan, Varshava paktidagi davlatlar hammasi bir pasda to'kilib tushdi. Alixon Sog'onining iqtisodiy qarashlari, moliyaviy qarashlari qanday edi degan. Endi o'ylab qarasam, bu haqda ham otamizni fikrlaridan, xulosalaridan xalqimizni bahramand qilishdi foydadan xoli emas. Mana men iqtisod sohasida o'qidim. Biz universitetlarda o'sha mahalda siyosiy iqtisod degan fan o'qitilardi. Ayniqsa men o'qigan iqtisod universitetida Xalq xo'jalik instituti deb atalardi. U mahalda bir yili kapitalizm siyosiy iqtisodi va bir yil demak sotsializm siyosiy iqtisodi o'qitilardi. 4 semestr qarang. Ana endi o'shanda kapitalni juda aniq qilib o'qiganmiz. Kapitalni o'qiyotganimda otamdan bu fikr so'rab qolardim. Mana shunaqa kapitalistik jamiyatda asosi kapital, sarmoya. Bu sarmoyani olib borib ishchiga sarf qiladi. Ishchi sifatida bir qismini xom modda, uskuna oladi, bir qismiga ishchi kuchi sotib oladi. Ana undan keyin bularni birlashtiradi va ishlab chiqarish jarayonida chiqqan mahsulot, masalan, o'sha yerda shu mahsulotga sarf qilingan mehnat, masalan, 10 so'm bo'ladigan bo'lsa, shu 10 so'm qilgan ishchini 10 so'mlik mahsulotini, 10 so'mlik mehnat xarajatini kamida 5 so'mini cho'nchagiga solib qolib, ishchiga 5 so'mini beradi.
mana shunaqa deb bizga o'qitardi. Mana shunga shu narsalarni gapirib turganda dadam rahmatli unda eshitdilarda dadam. Lekin aslida o'g'lim bu uncha to'g'ri gap emas. O'sha ishchi kapitalist, ya'ni o'sha boy, ishbilarmon, men boyman. Men yangi bir kapital qozonaman deb harakat qiladi, to'g'ri. Lekin u unda harakat qilgani bilan jamiyatga xizmat qilishga majbur. U jamiyatda xizmatkori, o'zini xizmatkor bo'lib qolganidan xabari yo'q. Jamiyatga nima kerak bo'lsa, o'shani chiqarishga majbur. Masalan, eng oddiy bir narsa. Deylikki, sovun. O'shani odamlar ishlatmoqchi. O'shandan foydalanmoqchi, o'shanga odamlarga, o'sha odamlarga kerak bo'lgani uchun bu odam o'sha sovun ishlab chiqarish sexiga kirsa eng og'ir shartlar. O'shani ichida yuradi. Pul qozonaman deb yuradi-da, bu yoqqa xizmat qiladi. Asl ma'nosi shu, har bir odamlar jamiyatda bir-biriga xizmat qiladi. Kapitalisti ham, kambag'ali ham. Bu ishchisi ham, ishchisi anavda borib xizmat qilmoqman deb o'ylaydi. Kapitalist uchun xizmat qilmoqman deb o'ylaydi. Vaholanki bu hammasi o'sha zavodda chiqarayotgan ishchisi ham, kapitalisti ham, mahsuloti ham boshqa jamiyatiga, xalqqa xizmat qiladi derdilar. Ya'ni bu unchalik antagonistik bo'lishi shart emas. Karl Marksning aybi shundan iborat dedilar. Keyin mana Sharqiy Turkistonga jumhur rais bo'lgandan keyin iqtisodiy masalalar bilan shug'ullanishga to'g'ri keldi. Turkiston qayg'usidan boshqa yana bitta kichkina asarlari bor. U hali chiqqani yo'q bu yerda. Nasib bo'lsa chiqaramiz. Jung'oriyadagi inqilobiy voqealar degan asarlari bor. Ana u yerda iqtisodiy masalalarga ham o'rin ajratganlar. Qo'riq va bo'z yerlarga suv chiqarish. Ya'ni o'sha yerga suv chiqarilsa, yangi ekin maydonlari qo'lga keladi va necha minglab ishsiz, yersiz yotgan odamlarga ish topiladi, yer topiladi. Va unda hukumat o'sha o'zlashtirgan yerni hammasini tekinga dehqonlarga bo'lib beradi. Shu shart bilanki 5 yilgacha bu joyni yerga ekin boshqa qilib rivojlantiradi, undan foydalanadi. Yo agar tashlab qo'yiladigan bo'lsa, yer yana undan qaytib olinadi. Ya'ni hukumat o'zini xalqiga moddiy jihatdan mustaqillikka erishish uchun har tomonlama yordam berish kerak edi. Mana shu juda katta qarorlardan bittasi shu edi. Undan tashqari boquvchisiz qolgan oilalarga tekinga yer beriladi. O'zlari xolasa birovga ijaraga berib, undan foydalanib turadi. Otamiz marhum yer osti boyliklaridan o'sha mamlakatni manfaati uchun foydalanishga juda katta e'tibor berganlar. Jumladan u yerda neft ko'p bo'lardi. Birinchi neft tozalash zavodi qurib, benzin chiqarilishiga bosh-qosh bo'lganlar. Ya'ni iqtisodiy jihatdan, lekin bu yerda imkoni boricha xususiy sektorga katta yordam va qo'llab-quvvatlash politikasini amalga oshirish kerak der edilar. Lekin xususiy sektor eplolmaydigan sohalar bor edi. U yerda albatta davlatning bo'ynidagi burchi. Davlatning bo'ynidagi burchi, masalan, dori chiqarish, xo'sh, aholiga tibbiyot xizmatini ko'rsatish hamda ilm sohasini rivojlantirish davlatning bo'yniga, olimlarga juda katta, o'qiganlarga juda katta oylik berishi shart. Agar mamlakatini olg'a bosishini istasa, rivojlanishini istasa, shunday qiladi. Chunki ilm qayerda hurmat ko'rsa, izzat ko'rsa, moddiy, ma'naviy qo'llab-quvvatlov, yordam ko'rsa, ilm o'sha yoqqa oqadi derdilar. Xuddi shunga o'xshagan mana hozir 20-21-asrda o'rischasiga utechka mozgov, ya'ni miyalarning oqimi, hamma oliy ma'lumotli, juda katta malakaga ega bo'lgan
ilmiy odamlar qayerda oylik yaxshi bo'lsa, ilmga hurmat katta bo'lsa, o'sha yoqlarga qarab ketilyapti. Bu eskidan qolgan traditsiya ekan. O'z zamonida Samarqand ham butun dunyoda ilmga, hunarga, ya'ni hozir til bilan aytganda texnologiya markazi bo'lgani uchun butun dunyoni olimlari, hunarmandlari, ustalari Samarqandga va Amir Temur davlatiga to'plangan ekan o'z paytida. Undan avval Bag'dod tarixi shunday. Endi kelajakda xudo xolasa kim biladi, bizni vatanimiz ham eng ilg'or texnologiya vataniga aylanib qoladi. Bir sohada buni belgilarini ham mana hozir ko'ryapmiz, xabarlarini eshityapmiz, xursandchilik bilan qabul qilyapmiz. Iqtisod borasidagi e'tibor bergan narsalari shu ediki, halol tijorat bo'lishini istar edilar. Tijorat halol bo'lishini istar edilar. Eng katta foyda beradigan narsa bu spirtli ichimliklar tijorati ekan. Shunga munosabatlari juda qat'iy va bu ishdan ishbilarmonlarni qaytargan edilar. O'zini asarlaridan bor. Men hozir Turkiston qayg'usi asarini ruschaga ag'darish ishiga bel bo'ylaganman. Xuddi shu mavzuga kelib tarjima qilib turdim. Mana hozir siz bilan suhbat qilib, yana shu mavzuni tilga olishga to'g'ri keldi. Otamiz marhum o'z g'oyalarini, o'z kurash tajribalarini kitoblarda yozib, xalqimizga armug'on qilib, bo'ldi, men ishimni bajardim degan emaslar. Shu kitoblarga e'tibor oxir qismida yoki bosh qismiga e'tibor berilsa, bu yerda yozilgan narsalar doston yoki hikoya emas. Tarixi Muhammadiy bo'lsin, Turkiston qayg'usi bo'lsin. Payg'ambarimizning hayotlaridagi bo'lgan voqealardan hamma dars olishimiz kerak. Qanaqa dars olamiz? Biz kundalik hayotimizda palonchi voqeadan oladigan darsimiz nima? Mana bu deb sanab o'tganlar. Endi Turkiston qayg'usini yozganda ham shunaqa. G'oyalarni kitob yozish qanchalik katta ahamiyatga ega bo'lsa, bu yerdagi yozilgan tajriba, hikmatli yo'l yo'riqlarni xalqqa yetkazish shunchalik katta ahamiyatga ega. Buning uchun endi hozir katta bir muammo bor. Hatto dunyo miqyosidagi muammo desam ham bo'ladi. Bu kitob o'qishga bo'lgan qiziqishning kamayishi. Biz yashagan zamonlarda kitobga qiziqish juda kuchli edi, kitob o'qishga. Hamma qo'lidan kelgancha uyda kitob kutubxonalari bo'lardi. Kimda qanday qimmatli kitob borligi biz bilar edik. Endi hozir nafaqat bizni jonajon o'lkamizda, balki dunyoning ko'p joylarida kitob o'qishga jamiyatda qiziqish qolmayapti. Bu endi albatta keyingi paytda bo'lgan ilmiy texnik taraqqiyotning natijalaridan bittasi internetda chiqishi, sun'iy zako va boshqa sohalarni rivojlanishi natijasida kitob o'qish go'yo eskilik, arxaizmga aylanganday bo'lyapti. Bu endi bu katta muammo. Bizni u yoki bu tariqada yo'l bilan yetkazishimiz shart. Shunda bo'lsa ham yana bir tendensiya bor. Shu qadar kitob o'qishga qiziqish ozayishi ham bir joyga borib to'xtadi. Undan keyin yana kitob o'qiyotganlar hali ham mavjud. Ularning talabiga binoan kitoblar bundan keyin ham chiqadi deb o'ylayman. Maktabdan boshlab bolalarga o'qitish kerak. Boshqa ilojimiz yo'q. Bolalarimiz hazm qila oladigan shaklga keltirishimiz kerak shu g'oyani. Mana endi bir misol. O'sha Jumhur rais paytlarida yoz paytida imtihon bo'ladi, maktablar kanikulga chiqadi. Shu paytda butun hukumat a'zolariga vazifa berganlar o'zlari bosh bo'lib, o'sha bolalarni imtihonga borib o'zlari qatnashganlar. Shu yosh bolalarni imtihoniga borib, o'sha yerda bolalarga berilgan, qarang, 5-sinfmi, 4-sinfdan beriladi. Inson huquqi nima? Vatan sohibi bo'lish nima?
Mana shunga o'xshagan dolzarb masalalar bolalarning kichikligidan o'rgatiladi. Tushunsa ham, tushunmasa ham o'rgatiladi. Mana imtihonga borganda otamiz rahmatli qancha bolalarni o'rnidan turg'izib, "Xo'sh, seni nima haqqing bor, huquqing bor? Bu vatan kimniki? Xo'sh, seni nima haqqing bor? Bu vatanni qanday himoya qilishing kerak?" deb bolalarni imtihon paytida o'zlari ham qo'shimcha savollar berib, imtihon qilib, butun mamlakat ministrlarni o'sha imtihonlarga qatnashishga yuborganlarki, boringlar, ko'ringlar, o'sib kelayotgan bolalarni ruhi qanday bo'lib quvvatlanyapti. Bu juda katta, kuchli masala. O'shaning uchun maktabda ta'lim tarbiya ishlarida, o'quv metodika ishlarida shu mustaqillik g'oyasi, erkinlik g'oyasi, insonni haqqi, huquqi g'oyasi, qonunchilik g'oyalari, vatanga sevgi g'oyalari o'sha yoshdan yangi O'zbekiston deylikki g'oyalari bolalikdan hozir o'rgatish kerak. Bolalikdan. Sog'uniyni adabiy faoliyati haqida ham to'xtalib o'tsak. Sizga qiziqarli bo'lgan bir faoliyatlari bo'lgan. O'sha yoshlik paytlaridan gazetaga muxbir bo'lganlar. Ya'ni jurnalistika bilan shug'ullanganlar. Xo'p, butun Chor Rossiyasi tuproqlarida juda katta musulmon aholi orasida katta obro'ga ega bo'lgan qator gazeta va jurnallar bo'lgan. Shulardan biri Vaqt degan gazeta bo'lgan, keyin Fuyuzot degan jurnal bo'lgan, Toshkentda chiqadigan gazet bor edi. Ana shularga muxbirlik qilganlar. O'zlarining Qirg'izistondagi maxsus muxbir bo'lib xizmat qilganlar. Bu demak, o'sha jurnalistikaga qiziqqanlar. Doim unga maqola bilan qatnashib turganlar. Keyin o'zlarida she'riy bir quvvatlari ham bor edi. She'riyatda o'zimizni turkiy she'riyatni mukammal bilardilar. Jumladan sufiy adabiyotini mukammal bilar edilar. Sofi Olloyor, Xo'ja Ahmadi Yassaviy, Boqirg'oniy va boshqa qator mashhur Mashrab Namangoniy ularning asarlarini, ularning yozgan she'rlarini xalqqa yetkazishga ham katta hissalari bo'lgan. Ayniqsa Alisher Navoiy she'riyatini juda katta mutaxassisi edi deb hisoblashimiz mumkin. Bu haqda shoirimiz Erkin Vohidovning guvohliklari bor. Keyin o'zlari ham she'r yozardilar. Ko'p she'rlar yozilgan. Endi o'z paytida ular yashagan suronli davrlarda she'rlarini, boshqalarini bostirish mumkin bo'lmagan va o'ydan har doim kelib tintuv o'tkazganda, boshqa o'tkazganda bularni kommunistlarni yomon ko'rgan narsasi yozuv. Yozuv chiqdim, tamom. Arab tilida yozuv chiqdimi, bo'ldi, bu dushman deb qabul qilinardi. O'shaning uchun yozgan ko'p she'rlarini bizga yetib kelmagan. Lekin O'zbekistonda yashagan paytlarida, keyingi 30 yillarida yozilgan she'rlarini biz asrab qolganmiz. Ana u daftari o'zimda turibdi. U daftaroti Sog'uni devon deb ataladi. Endi devon emas, she'riy to'plam desak bo'ladi. Mana yaqinda bir necha yil avval bitta chiqdi. Xonto'ra Sog'unining Baxtlik nedir degan nom qo'ydik o'zimiz. She'riy to'plamlari mavjud. Endi adabiy boshqa biz bilgan adabiy asarlarini mavjudligidan meni xabarim yo'q. Bu kishining yozgan narsalari mana shunaqa ijtimoiy ahamiyatga ega, publitsistik ruhda yozilgan ilmiy asarlar, tarixi Muhammadiy bo'lsin, Turkiston qayg'usi bo'lsin. Xo'p, bular bir tomonda buni o'qib chiqsangiz, adabiy ahamiyati juda kattaki, iloji boricha boshqa tildagi so'zlarni ishlatmasdan o'zimizni turkiy, ya'ni Chag'atoy turkiy deb
ona tilim Chig'atoy turkiy dedilar. Bu hozirgi klassik o'zbek tili demakdir. O'sha tilda hamma narsani yozilgan, bizni shu bugungi o'zbek tilimizni boyitishga qodir bo'lgan bu asarlarda juda ko'p tomonlari bor. Men bu asarni tarjima qilayotganimda shunga e'tibor berib, nodir o'zbekcha so'zlar shunda nima deb o'zim bir anaqa qilganman, ish olib borganman, o'sha turibdimanda. Bir kunmas bir kun shu sohaga qiziqadigan odamlarga qo'liga beraman, davom ettirishsin. Boya siz aytdingiz, Turkiston qayg'usini romanchilikni boshi deb etsak bo'ladi degan bo'lsalar, demak bunda ham bir jon bordir. Bu Turkiston qayg'usi bir nevi Muhammad Zahriddin Boburni Boburnoma asaridagi an'analarni davom ettirganday yozilgan. Hamma joyda, har bir bo'limda yoki voqeada qiziqarli nuqtalarda she'r bilan, she'riyat bilan tugatiladi. Adabiyotni biz bilmagan tomonlari bilan egallagan zot edilar deb ayta olaman. Alisher Navoiy ijodidagi qiyin, tushunilishi qiyin bo'lgan joylarni so'rab kelgan ko'p odamlar kelib dadamizdan tahsil olganlarini shohidiman. Ko'p asarlari bor, tarjima asarlar. Forschadan asosan. Masalan, Ahmad Donishni Navodirul Vaqoisi. Lekin turkchadan tarjima qilganlar Van Beri'ni Turkiston tarixi asarini. Navodirul Vaqoiga 100 dan ortiq she'r keltiriladi, bedildan asosan. Shu she'rlarni hammasini she'riy tarjima qilganlar. O'qigan odamlar o'sha forscha originalini qiymatidan tushmagan holda tarjima bo'lgan deb baho berishdi. Otamiz eng yaxshi ko'rgan davlat arbobi sohib Qur'on Amir Temur edilar. U kishi uni ham o'zlari qilgan tarjima. Ya'ni boshqa bizni o'zimizning olimlarimiz ham hamkorlik qilgan tarjimalari chiqqan edi. Endi bu o'z qo'llari bilan yozilgan, hech kim aralashmagan tarjimasi chiqarildi va oxirida bu Amir Temurning tarixiy shaxsiyati va tuzukotni haqiqati haqida juda katta kurash olib borilgan. O'sha ham qisqacha bu yerda berilgan. Turkiston qayg'usi mana dunyoga mashhur bo'la boshladi. Zotan boshqa tillarga ham tarjima bo'lgan. Mana endi filmlari orqali ham mashhur bo'la boshladi. Tarixi Muhammadiyni arab alfabosida ham chiqarish planimiz borki, Afg'onistondagi o'zbek qondoshlarimizga o'z ona tillarida din o'rganish imkoniyatini beradi. Otamiz marhum mana bu yerda Turkistonni birinchi marshali deb ham yozib kitob chiqarishdi. Endi u boshqa mavzu. U mavzuga juda oqilona va ehtiyotkorona yondashishimiz kerak. Bundan keyin bilmayman, Xudoyim vaqt yoki imkon bersa bu masalani ustida ham adabiy yo'ndan, adabiy sohadagi qilgan ishlari, iqtisodiy qarashlari sohasidagi bu bir har biri ayrim mavzu bo'lib qoldi. Kim biladi, kelajakda bu masala bilan shug'ullanamiz. Nega? Chunki bundan hozirgi avlodimiz uchun, xalqimiz uchun juda katta foydali bir xulosalar bo'ladi va u xulosalardan, u tajribadan foydalangan, tayyor tajribadan foydalanib kelishtirish inshaalloh bizning farzandlarimizga nasib bo'ladi. Yil otamiz bilan birgalikda yashashga nasib bo'ldi. Kishidan juda ko'p tajriba, bilimdan bahramand bo'ldik. Aslida ko'proq ilm olishimiz kerak edi va undan olgan ilmimizni xalqimizga yanada avvalroq yetkazishimiz kerak edi. Lekin ma'lum o'zimizni kamchiliklariga binoan bu ishni qila olmadik. Lekin shu kunga yetib kelganimizga, mana shunday asarlarni hozir yetkazib turganimizga mingdan ming shukr. Dunyoga bilinadigan bir millatga aylanishimizning eng muhim yo'li o'z ona tilimiz, jonajon o'zbek tilimizni rivojlantirish, har tomonlama rivojlantirish,
adabiyotini yuksaltirish va bu tilni hammadan yuqori qo'yishdirdilar. Alloh taolo bizga shunday go'zal, Alisher Navoiyga mingdan ming rahmat bo'lsin, shunday go'zal, shunday quvvatli, shunday mo'jizakor til nasib qilgan. Buni qadriga yetaylik. Bu orqali biz dunyoda eng kuchli millatlar qatorida bo'lamiz. Men endi shu ajoyib va go'zal o'gitni qaytarishi o'zimni burchim deb bilaman. Kelajak yoshlarimizga shu nasib etsin. Shu mamlakatda sohibi bo'lish, shu mamlakatda dong'ini butun dunyoga taratish. Koshki endi bir oz sur'at kuchliroq bo'lsa. Endi ko'ngil shuni istaydi, otamizni so'nggi farzandlari sifatida yoshimiz ham 78 da, xudo xolisa. Avlodlarga nima deyishimiz mumkin? Otamiz rahmatlining ko'p etgan gaplarini men qaytarishim kerak. Bu sevgili jannat makon vataninglarga tish tirnog'inglar bilan yopishinglar. Ey qahramon o'zbek uyg'ur yoshlari. Tish tirnog'inglar bilan yopishinglar. Buni obod qilish yo'lida joninglarni va molinglarni ayamanglar.